aka, opamni qizlarini uzatmoqchi edik. Shunga Baxtli bo'lishsin iloyim. Bizani firmamizda ijaraga uy, ijaraga kelin deysizmi, kuyov deysizmi, xola, amma hammasidan bor. Suvchi kutish marosimlarini joyida yez qilib beramiz. Rostdanmi? Albatta. Shunaqasi ham bo'ladimi? Hattoki bizani firmamizda har xil zamonaviy sarpolarimiz ham bor. Tilla taqinchoq, kelin ko'ylaklar hammasidan bor. Original deysizmi, podoriginal deysizmi, bozornikimi, nima desangiz hammasidan yez qilamiz. Yaxshi, ishonmagan edim gapingga. Bizga haligi sovchi kutish uchun yaxshiroq uy kerak. Bo'ldi, juda soz. Mana Faqat bir iltimosim bor, shu haligi sovchi kutish uchun uyalib qolmaydigan, chiroyli, shirin, ixcham uy kerak. bo'ldi, hozir yez qilamiz. Mana bu uylarni ko'rib chiqinglar. Qaysi biri yoqsa, bemalol tanlayveringlar. voy, mana o'zi ham rosa chiroyli ekanmi? Yo'q, mana bunisi chiroyli. Mana shu bo'ladi. O, didinglar chakki emas. Yaxshimi? Juda chiroyli uy tanladinglar. Bu uy hamma jihozlar bilan jihozlangan. Xuddi o'zingizning uyingizdek bo'ladi. Hech kim bundan shubha ham qilmaydi. Ha, aytgandingiz, siz Amerikada ishlayman degandingiz? Ha, opam Amerikada ishlaydilar. Bo'ldi. Bu uy narxi siz uchun hech nima emas. Arzimagan, atiga $500. Arzimagan. Axir u pul Amerikada hech narsa emas-ku, to'g'rimi? Uyni qarang, uy misan uy dahshat. Voy, xo'p deyavering, opa.